Do'stlikda ham mahri bor ekan. Mahr. Ya'ni to'lanishligi shart bo'lgan haqqi bor ekan do'stlikda. Bir odam o'sha donishmand oldiga kelib aytgan ekan: "Ey, men seni do'stligingga sovchi bo'lib keldim. Seni do'stligingni men olmoqchiman. Rozi bo'lsang" deganda donishmand aytgan ekan: "Bekorga donishmand emassan." Aytgan ekanki, "Mayli, do'stligimni senga beraman, ammo mahriga 3 ta narsa so'rayman" degan ekan. Nima u desa, birinchisi, men haqimda bo'layotgan chaqimchiliklarga quloq solmaysan. Borib meni talabimni olasan. Ikkinchisi, meni ishimga xilof ish qilmaysan. Uchinchisi, meni ko'r-ko'ron, ya'ni ko'rmasdan turib bir odam ayib olib kelsa, menga ko'rmasdan turib tasdiqlamaysan. Shularni bersang, do'stligimni senga beraman, shu mahrlar to'lasang. Qarang. Hoy birodarlar, ko'pchiligimiz hali do'stligimizni mahrini berganimiz yo'q. To'lab qo'yinglar.